Uchtepa tumani Bedapoyadagi Hazrati Ali masjidini ko'pchilik bilsa kerak. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz masjid bilan 400 metr atrofida joylashgan. Katta ko'chagacha ham 200 metr atrofida joylashgan. Bu yerda bilasizlar, gaz, svet, suv, sentralniy kanalizatsiya hammasi o'tgan, kommunikatsiyadan muammo yo'q. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Fasad qismini aytadigan bo'lsak, 13 metr, ichkariga 32 metr bo'lyapti. Umumiy hisobda 416 sotuvga ega. Sizlar bilan xonadonimizni ichkaridan ko'rib chiqamiz. Ketdik. Bismillah. Doimgidek yo'l qismimizdan ko'ryapsizlar. Kichkinaroq bitta mashina sig'adi. 10 tarafimizda binolarni ketma-ketligi bilan tanishadigan bo'lsak, bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi, 10 tarafimizda yana bitta qariyalar uchun yotoqxona qilingan ekan, o'zini sanuzuli bilan birga bo'lyapti. Navbatdagi xonamiz bitta zal joylashgan. Zalimizni tagi kichkina bo'lsa ham yerto'la qismiga ega. Undan keyingi xonamiz oshxona joylashgan. Oshxonamizdan keyingi xonamiz raziyli holatda hojatxona, hammom joylashgan. Bitta bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan xonamiz ham bor. Ko'ryapsizlar, xonadonimizning hovli qismini ko'radigan bo'lsak, fazli holatda turibdi. Etek qismini ko'radigan bo'lsak, yozgi oshxona ham qilib qo'yishgan ekan. Umumiy hisobda xonadonimiz 416 sotuvga ega bo'ldi. Xonalarning soni 6 ta bo'ldi. Sanuzilli 2 ta bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsak, $190,000 so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Kelib, ko'rib, tepasida savdolashib, baraka qilsanglar bo'ladi. Doimgidek egalar raqamini ekranga yozib qo'yamiz. Batafsil to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Salomat bo'lasizlar, o'zinglarni ehtiyot qilasizlar.